Do'stlar, sizlar bilan men Jo'xa bo'laman. Do'stlar, 200 ta obunachi bir like yetak. Bu like bosmasalaring video chiqarmay qo'yaman. Do'stlar, bugun poliz ishlarini qilamiz, chunki jonim menga soliqlar olib borish kerak. Soliqlarni olib borib bermasak, biz qishloqdan haydarishimiz mumkin. Nimagadir boshqacha gaplar gapirishda hayajonlanyapman. Sizlar like va obuna bosib bizni quvvatlab turasizlar do'stlar. Men boshladim. Sabzlarni ham olsak, keyin jonim merga sabzlar olib boraman. Birdan jonim mer birinchi ish buyurish mumkin, chunki har borganimda ish buyuradi. Yana ish buyurish mumkin. Xo'sh, nima qilamiz endi? Bo'ldi, endi buni ekib jonim merga olib boraman. Bo'ldi, ketdik. Uyga kiramiz do'stlar. Uyimni ko'rsataman. Bu meni uyim, televizorim, kompyuterim. Buni qo'yamiz. Bo'ldi, ketdik. Jonim merdi uyga. Jonim merdi uyga boraylik do'stlar. Ishxona idorasiga to'g'rirog'i. Jonim merdi uyi naryoqda. Kiramiz. Assalomu alaykum jonim. Va alaykum assalom Jo'xa. Jonim mer soliqlarni olib kelganim. Mayli, sandiqqa solib qo'y, sandiqqa. Hop, solyapman. Bo'ldi Jo'xa. Jonim mer, go'linglarga ayting, meni tinch qo'ymayapti. Ha, bo'ling, tinch qo'y buni. Tinch qo'ya. Jonim mer, menga bironta ish yo'qmi? Yo'q. Jonim mer, shu go'linglar qo'ymayapti-da meni. Bu yerga chaqirib chiqib ketaman, jonim mer. Qoch. Yetib olsa yomon bo'ladi. Do'stlar, endi men bugun sizlar bilan Minecraft'ni yaxshiroq o'ynashga harakat qilaman, chunki meni obunachilarim sizlar. Mana do'konga kiramiz. Bu yerda do'konchi brat bor. Assalomu alaykum do'konchi brat. Va alaykum assalom. Ha Jo'xa, nima gap? Brat, men sizni video olayotgandim, ana shunga sizni har deb meni bayna videoga ol videongda degansiz, shunga keldim. Ha, rahmat, boringga shukr. Mayli. Bo'pti brat. Men uyimga kirayin. Televizor ko'ray qani. Do'stlar, bunday tabiatimiz bor, lekin daraxtlar chopilyapti. Kuzda ma'lumot yo'q. Kompyuterda o'ynaylik qani. Minecraft o'ynaymiz, keyin daraxt qazib olamiz. Creeperga o'ldiribdi. Do'stlar, qiziq bo'lmay qoldi. O'rmonga borib daraxt chopib kelayin. Daraxt kerak bo'ladi bizga. Meniki bu yoqda o'rmon. Mana bu meni uyim. Do'stlar, uyim qaysi bir YouTuberning uyiga o'xshagan. Shuni izohlarda yozib ketishni ham unutmangizlar do'stlar. Men bu daraxtda chopib olsam. Bo'ldi mana. Xo'sh do'stlarim, mana o'zi bo'ldik bu daraxtni ham chopib, mana bu yerda ham chopam, bu yerda bo'ldi. Qolgan joyini chopayam, 10 ta daraxt yetadi. Qishloqqa qaytamiz do'stlar. Endi do'stlar, ketdik. Biz yugurishimiz kerak, chunki bu yerga ochamiz do'stlar. Bu yerda qaranglar, polizni ham yig'ishtirmagan. Bu yerda hozir bizga 40 ta taxta bo'ldi. Endi do'stlar, uyimizga kiramiz. Xo'sh, bu yerda qo'yamiz va bitta cho'ki va cho'kilar yasaymiz. Bitta cho'ki kerak. Bitta topor olamiz. Yana bitta qilich olamiz. Bularni solib qo'yamizda
cho'pakni olib beraman. Chunki jetellarni urish kerak-da do'stlar. Chunki jetellar jetel. Do'stlar, ertaga yomon kun bo'ladi chunki deganda bizga har narsa hujum qilishi mumkin. Chunki bu oyda yilda bir marta bo'ladigan narsa. Endi aytmoqchi do'stlar, men dahshat och qolib ketdim, daraxt chopib kelaman deb. Men bilmayman. Men ham yo'q. Obunachilar o'zlaringiz aytingizlar. Obunachilar meni do'konchida eshitib qolmasin, bilmay polizdan deb ketdim. Endi do'stlar, nimadir yeb olmasak bo'lmaydi. Mana bizni xolodilnikimiz zapashni, xolodilnik. 2-3 ta olma yeb olaylik, keyin yotamiz. Bitta suv ichib beramiz, hazm bo'lib ketishi uchun. Bitta olma, bitta suv ichamiz. Oh, yomon mazza qildim do'stlar. Bu mazza. Suv ichib, mazza bo'ldi do'stlar. Cho'pakni berib qo'yamiz. Men uyquga ketdim. Ertaga ko'rishamiz. Uyuma borayin. Nima? Jo'xa, hay Jo'xa. Hay jetel, nima deysan? Jonim meni chaqiryapti. Mana jonib men nimadir ish buyuradi. Chunki do'stlar, har gal borganimda ish buyurgan, lekin bir gal bordim, ish buyurmadi. Shunda sizlar bilan video olayotganim uchun nimaga yo'qiryapti u go'ling? U go'linglar yaxshidan meni quvib ketishi yomonda. Ay, mana o'zi go'ling turibdi. Uradi meni. Urma. Salom jonim men. Chaqirib turgan ekan. Keldingmi Jo'xa? Yo, kelmadim jonim men uyimda yotibman televizor ko'rib. Nima yangiliklar? Ay, nimaga bunday bo'laysan? O'tir, meni oldimdasan-ku. Unday bo'lsa nimaga unday so'raysiz? Qarorchi menga 30 ta daraxt chopib kelishing kerak. Keyin taxta qilasan uni. Taxtani menga berasan. Men esa senga 4 ta nima beraman? Zamrod. Ne canım men balta aldım. Ketibman men. Bo'pti jonim men. Bo'ling men nima qildim? Men hech narsa qilmadim do'stlar. U kuni bir jetel o'g'irlik qilayotgan ekan, shuni urgandim, shuncha bo'lib ketyapti. Men nima qildim? O'zingiz aytib qo'yingizlar, kommentda yozib ketingizlar. Go'lingga aytib qo'yaman do'stlar. O go'ling bo'lmasa sen obunachilaringga tuzuq video chiqarmayapsan deb meni urib yuribdi quvib. Men aytdim, obunachilarim menga like va obuna bo'lyapti, to'g'ri, lekin men vaqtim bo'lolmay qolyapti. Chunki ko'p kishi obuna bo'lmay ko'ryapti. Vaqtim bo'lganda ham qo'yardim. Agar menga obuna bo'lib ko'rganda desam, sen aldayapsan deya. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, bo'lmasa video soni kam bo'ladi. Hali keta video chiqardim do'stlar. Chunki sizlar like va obuna bosmayapsizlar. 30 ta daraxt chopamiz, 29 ta. Ortiqchasi hech narsa qilmaydi do'stlar. Ortiqcha bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Ketdik. Qishlog'imizga boramiz do'stlar. Bitta daraxt egib qo'yamiz. Qanday jetel? Ha, akajon qanday? Aka deyman, men sen aka bo'lmayman. Qo'shnisan prosta. Mana go'lingiz meni quvdi do'stlar. Tezroq merda uyiga kirib ketish kerak. Ana. Jonim men mana olib keldim. Qo'ydim. Buni taxta qilib ber. Hop. Taxta qilib beraman hammasini. Qancha taxta chiqqan ayt. Bir istagu, 2 istagu 4 ta chiqdi. Молодец, Jo'xa. 8 ta izobrat. Rahmat jonim mer, rahmat. Mayli o'tol. Rahmat jonim mer, rahmat. Boringizga shukur. Bo'ling bu yoqqa. Shu aldab chiqib ketamiz desak, ana o'tvolamiz qoldi do'stlar. Chopdik uyga, qo'lda oyoqqa olamizdan chopamiz. Do'stlar, sizlar like va obuna bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar meni do'stlar, chunki sizlardan qo'llab-quvvatlash eshitmasam boshqa hech kim quvvatlab nima hayajonlanyapman do'stlar.
xullas shular ekanda do'stlar. Sizlar bosib qo'yaveringlar do'stlar. Men 3 dona bitta olmasam to'yaman ekan. Yo ikkita jeyim mayli, bitta jeyim kelmay qoldi. Quyosh botishini tomosha qilaymi ekan. Quyosh o'rtada. Kompyuterxonaga borib kelaymi ekan yoki. Mayli, kompyuterxonaga borib kelaman. Bitta ikkita izumrudga bitta kompyuter jog'i bor. Endi u brat izlaymiz. Qayerda edi u brat? U brat. U nima degan? U brat. Hillaka kompyuterxona. Mana shu katta. Assalomu alaykum jonajon bratim. Va alaykum jona. Qanday? Bitta kompyuter qo'shib yuboring. Mayli. Qaysini? Mana shuni. Meni yaxshi ko'radigan. Qo'shdingizmi? Yaxshi o'yinlar bor. Qaranglar do'stlar, YouTube'ga video qo'yibman kompyuterda ham. 1000 ta obunachi, 1000 ta like bo'ldi. Sizlar esa bizni YouTube'da 1000 ta qilolmayapsizlar do'stlar. Qilinglar. Mana Kuni kecha yangiliklarda dastur tarqalishicha hamma qishloqqa rais bo'lar ekanmish. Mish. Bilmadim yana ham. Shunday deb tarqalayapti. Shunday deb tarqalayotgan ekan do'stlar. Rais kelyapti ekanmish. Rais. Rais emas, rais. Bo'pti, o'zi sozlab qo'ying u buyoqlari. Jonim merga aytib kelaymi? Balkim yolg'on deydi. Jonim merga ham yolg'on deydi. Qandaysan, brat? Qandaysiz, Jo'xa aka? Zo'r. Qayerga ketding? Shimorita. Olma yeymiz do'stlar. Bitta qornim yomon och chiqadi. Olma yeygim kelib ketyapti. Do'konga chiqib nimadir olib kelayin. Birdana olma yeyverishim baddan olib ketdi do'stlar. Haqiqat olma yeyibman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Jo'xa. Men bratim olma olmoqchiman. Olma emas. Bitta non, bitta go'sht. Nech pul bo'ladi? 4 ta izumrud. Mana 4 tani ham qo'ydim. 4 tani yedim. Qanday bilasiz, brat? Endi men shundayman-da. Rahmat. Endi suv topib kelish kerak. Obunachilar toza yerdan suv olib kelam. 11 stekanga toza yerdan mana toza yerga suv. Do'stlar, bir mana biz chiqib ketdik. Mana shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman do'stlar. Buni Google'dan tortib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Google'da bor. Siz Bappega muxlismi, Ronaldogami? Shuni aytib keting do'stlar. 11 taga to'ldiramiz, bo'ldi. Do'stlar, videomiz ham oxirlashib qoldi o'zi. Mana buni qo'yamiz, bularni hammasini qo'yamiz sandiqqa. Do'stlar, endi men sizlar bilan xayrlashaman, chunki deganda vaqtimiz bo'lib qoldi o'zi. Do'stlar, bo'pti, yana qismlarda ko'rishguncha like va obuna bo'lsingizlar.